Assalomu alaykum kuzatib barcha obunachilar. Navbatdagi MTZ 3 texnikamiz tayyor 76 holatda kultivatsiyalari bilan polozlar 76 holatda tayyor bartoylari sotuvga chiqqan. Sizlarga buni obzorini qilib o'taman do'stlar. Ketdik. Akalar, buni manziliga keladigan bo'lsak, Namangan viloyati Mingbuloq tumanida ishga tayyor holatda turibdi do'stlar. Xo'sh, bunga keladigan bo'lsak, balonlar 15,5, umuman yorug'i yo'q, yaxshi holatdagisidan. Kultivatsiyalarimizga keladigan bo'lsak, 2020-yil ishlab chiqqan ekan, 76 holatda ishga tayyor bu ham. Xo'sh, bartoylari ham 76 ga o'zi zavodskiy toraytirilganidan. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini eshitishdan oldin bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bundan keyingi shunaqa texnikalarni birinchilardan bo'lib ko'rishingiz uchun. Texnikamizga 45 million so'm narx qo'ydik. Kultivatsiyamizga 25 million narx qo'ydik. Kampilik olaman deganlarga 70 million. Telefon qilaverasizlar, egasi nomerlar ekran pastiga yozib qo'yganmiz. Bularni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Shunaqa tayyor 76 holatda so'ragan akalarimizga bu videoni jo'natib qo'yish ham esdan chiqmasin. Dehqonni texnikasidan shu ishlab turib chiqqan joydan. Mana shu holatda. Balonlar, ruslar. Motorlar, rasxod yo'q, yaxshi holatda turibdi ekan. Garabga zatnoslar ham, xudo xolasa, jim ovozlari yaxshisidan deyishdi. Balonlari mana xudo xolasa o'zlaring baho beraverasizlar ishlariga. Holat. Dozatorlarda ishlarkan, dori ekadigan suslarimiz. Balonlar. İşler. Şu texnikamiz. Xohlaganlar, qiziqqanlar kelib, ko'rib olishlaring mumkin. Ichki qismlarni ham ko'rsatib o'taman. Mana shu holatda. Buni akkumulyatori yo'q ekan do'stlar, hozir yurgizib, minib ko'rgan o'zimizda akkumulyatorda qo'yib ishlatib ko'ramiz. Bitta akkumulyator olib qo'yib olasizlar. Traktor shu daladan ishdan chiqqandan beri shunday holatda turgan ekan. Shu holat. Narxlarni yana qaytib o'taman do'stlar. Traktorimiz 45 million, kultivatsiyamiz 25 million. Ikkovini olaman deganlarga 70 million. Kam bor ekan, kelishtirib berishadi, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Texnika ishqibozlariga qidirib yurgan, so'rab yurgan shunaqa texnika ishqibozlariga videoni jo'natib qo'yish ham esdan chiqmasin. Texnikamiz yaxshi holatda ekan, o'zimiz minib ishlatib ham ko'rdik, yurgizib, sizlarga ham yurgizib ishlatib ko'ramiz. Yurgizing aka. Texnikamiz ovozini eshitib ko'rdilaring, uni bir hozir aylantirib ko'ramiz. Mana shu holatda bir kavat beryapti. Aka bosib beradilar.
Like bosmagan bo'lsangiz bitta like'larni urib qo'ying ekranga do'stlar. Orqa tomondan ovozlarni ham eshitib ko'ringlar.